Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana janob sizmisiz? Hava. Huzur bezovta etib qo'ymadikmi? Yo'q, bezovta etmadinglar. Bugun tavallud ayyomingizni nishonlayotgan ekansiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat, yaqinlaringizga ne'mat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Siz yoshlarga girib yurgisiz, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Biza tabrik loyihasidan Yasmina Brend jamoasi boshlovchingiz shoira bo'laman. Rahmat. Bugun bizani qo'limizga bir chiroyli tabriknoma kelib tushgan. Ruxsat bersangiz, sizga bir savol bilan murojaat etsam. Hava. Ruxsat. Kimni nomidan deb o'ylaysiz? Ne bileyim, endi yaqinlarim chiqar bilmayman. Ne bileyim. Bir taxmin etib ko'ramizmi? Aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Endi bilmayman, bir shuni aytsam, bir xafa bo'lsam, ne bileyim, men edim desa, ne bileyim. Xo'p, sizni ko'p bezovta etmaymiz. Qarang. Bugun bizani qo'limizga chiroyli tabriknoma kelib tushgan Iqbol singlingiz nomidan va barcha singillaringiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib yurgisiz. Ruxsat bersangiz, tabriknomalarni o'qib eshittirsam. Ruxsat. Assalomu alaykum, mening qadrdon opajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Sizdek opamiz borligidan juda ham faxrlanamiz. Bizni baxtimizga, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib, kulib o'ynab yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deb singillaringiz nomidan. Qayg'ular neligin bilmaydi yuzim. Alamli yoshlarni to'kmaydi ko'zim. Omadim nimada aytaymi do'stim? Onamdek mehribon opam bor mening. Bahorning gulidek go'zal yuzligim, dillarga yoquvchi shirin so'zligim, ulardan ayondir mening kimligim. Onamdek mehribon opam bor mening. Ko'nglida oqib turar mehr daryosi, bizlarga o'rnakdir ibo hayosi, hatto to'lin oy ham uning shaydosi. Onamdek mehribon opam bor mening. Qaysarligim, o'jarligim yashirgan, yaxshi qiz deb maqtovlarim oshirgan, aqlli so'z donolarni shoshirgan, onamdek mehribon opam bor mening deb shunday chiroyli tabriknomalar yo'llab qo'yganlar. Rahmat, ukama, singlimga rahmat. Sizlarga rahmat. Ishlaringizga omad, rivoj. Rahmat katta. Kutganmidingiz? Ha? Kutganmidingiz? Yo'q, kutmadim, doğrusu. Singlingizga tilaklaringiz bo'lsa, aytolmay yurgan so'zlaringiz bo'lsa, aytsangiz yetkazib qo'yamiz. Shu singlimga rahmat. Yaxshi ko'raman men ham. Xudoyim bolalarni baxtilar, bizlarni baxtlarimizni sog' yursin. Allohga rahmat. Kishi qo'sha qarisin. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovuntirar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovuntirar hammani. Jonim